La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şehadu la ilahe illallah. Şenne Muhammed abduhu ve Resulullah. Assalomu alaykum o'zbek xalqi o'rtasida musulmonlar ma abror kuntan yangi hangomalar hozir abror kuntada har xil videolar qo'yib yangi aybini ochib dedi aytib bergan bir ikkita uni kuntacha ko'rmiroqlari hujum qilyapti kishi nima desaylar dajjolda nima dajjolda endi mana shu demokrat tizimi kishi demokrat tizimi bir svetofor deyaptilar yangi Allohning baytiga yig'ilib kiriladigan uyga baytga makalar Yevropalar kiyimlarini kiyib kunta o'sha Yevropani kiyimini olib islomdan da'vat qilyaptilar. Islomga mana shunaqa oyatlarni o'qib qo'yganmanki, islomga to'liq holatda kiringiz deyilgan. Islomga yarmini demokratiyadan olib, yarmini baxtdan olib kirilmaydi. Ya'ni 60% musulmon bo'lsa demokrat davlatga yashasa bo'ladi. Xalfalik bo'lmagan gap. Svetofor bundan nima qo'yasan demokratiya bu svetofor deyotgan kuntagada. Ya'ni aytmoqchimanki, birinchi sanlar qalb qabilasi bo'ladi, it qabilasi, ya'ni Imom Mahdiga qaytib borayotgan qarshi. San shu kuntalar sanlar o'shalar. Men aytmoqmanki, dabbatil arz va qo'yishni mardan chiqishi deyapman, ya'ni Abdullah ibn Amirdan aytilgan hadisga aytadilar bir hadis yodladim, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir umr yodimga saqladim, harakat qilib saqlashga. Birinchi qo'shni mardan chiqsa, ikkinchi dabbatil arz bir chiqqandan keyin ikkinchisi shoshqoqa bo'lmasdan chiqadi deganlar, ya'ni ma'nosi nimada? Juda tez chiqadi bu, yangi qo'shnilardan chiqishi nimada bu? G'arb mamlakatlar islomga kirishi bu. Ular da'vat qilishga do'batlar nimada? Do'batlar so'kadi, qarg'adi, belgi qo'yadi, metka qo'yadi deganlar. Yangi unga misolning Muso alayhisolamning tayog'i va Sulaymon alayhisolamning uziga beriladi deganlar. Ya'ni nimada ma'nosi? Nimada u? Bu yangi bir xalifalik, yangi bir hokimiyat beriladi. Hokimiyat yangi bir hokim deganing hukm yangi hokim to'pog'im, lekin hukm Allohniki bu. Yangi nima degani bu? Yangi insonni go'zal shakl shamoda yaratdi va albatta hukm Allohnikidir deyapmi. Va Tin surasida hukm Allohniki, ya'ni Qur'on Karim va hadislar. Bu kunta aytibdiki, 80% yo 70% 60% musulmon bo'lsa, mana shu davlatga yashashga, mana shunaqa davlatlarga, demokratik davlatga qisib degan tangil islomni qo'yim qilaman desang, o'xshamay qolsa, odamlar halok bo'lib ketsa, nima 10% odam qolsa, kechirasizmi, endi uzuringni bilmaymiz deysanmi deyapti kunta suka bilan. 1% vaholanki musulmon qolganga harakat qiladi. Ozgina bir jamoatga Alloh g'alabani qilib qo'yadi. Suka. G'arb mamlakatlari islomga kirish kerak. Yangi yerlaring, chollaring, Amerika choling bo'lsa, ko'ttinga tirayotgan kunta abror, og'zingga siskayotgan bo'lsa, tiram, ana o'shani islomga kirish kerak. Butun bo'yin bo'lsa, ko'ttinga har kun beri og'zingga soladigan ana o'shalarni islomga kirish kerak birinchi navbatga. Ular da'vat qilish kerak. Men xalifa Muhammad demak Alloh taoloning xalifasi Hazrat Ali roziyallohu anhu aytganlarki, amadlar dabbatlar odam bo'lar, soqol uzun derlar. Soqol uzun taqvo g'am ma'nosini beradi. Ya'ni meni g'amim nimada? Yevropa Amerikani birinchi navbatga ahli kitobda, lekin albatta nima qilishim kerak? Dunyoni islomga keltirishim kerak va Alloh men qilgan narsalarni yer yuzidan sipirib tashlashim kerak. Buni uchun bilishim kerak. Hanga o'shalarni o'lja qilishim kerak, bo'lmasa bo'ysunmasang ko'tdan chiqib, chapdan chiqib rasvo qilishim kerak, belgi qo'yishim kerak. Yangi kunta degan gapga keladigan bo'lsa, kunta degani yangi fezalak degani, yangi o'rtacha bo'ladi. Sanlarni tiziming ana shu sanlarni da'vat qilayotgan amri ma'rufing shunaqa o'rtachalik. Islomga to'liq holda kirish emas, saniki nimada o'rtachalik ishlayapsan. Masalan, Allohning Qur'on Karimi bir erkak bo'lsa, demokratning ayol bo'lsa, sen o'rtalikda ishlayapsan. Demak, sen xunnasasan. Kunta degani yangi davoyim, kunta o'sha xizalaklarni kamgina yuradigani bor, o'zini yig'ib yuradigani, ularni hech qanday aybi yo'q. Alloh shuni yaratgan, Alloh kechirsin. Bu temaga kirganimga, lekin yangi Jasmin Transka o'sha o'zini video qo'yib, men xil video har xil hamani sukut tepib yangi eshakka o'sha mochaga o'xshab tepib yurgan san bo'lasan, sanlar bo'lasan. O't ochib yangi Abdulla Fargan Sodiq Samarqandiga ham hammasiga kelgan nima osmon bo'lmi, yer bo'lmi, odam qolmay sukayotgan Misr kunta sukalar bilan yatvashir rotibal gandoni bilan sukalar yatvoy rotibal bo'ysungan holatga birikasanlar. Amir saylayman to'rtta 5ta eng ishonlar ummat, ishonarli xalq o'zlaring saylasizlar, men tasdig'im bilan saylasam inshaalloh men tasdiqlayman, ish ko'raveramiz. Qani amirlar bo'ysunmaganini ko'ramiz, qanaqa bo'lishini. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.